Salom do'stlar, sizlar bilan Frenki. Zo'rmisizlar bolalar, yaxshimisizlar? Obunachilar shuncha paytdan beri, bir oydan beri chiqqani ham yo'q video, bilasizlarmi? O'shandan beri video chiqqani yo'q. Va nihoyat bugun yangi video chiqaraman. Mana shuni olayman hozir bolalar. Mana shu bolalar hozirda shuncha yillik shuncha yillik orzuyimni qilmoqchiman. Mana shunchalik kichkina uycham bor. Orzu qiluvdim, mana shu uyda olishdi. Shunday zo'r uy, 2 qavatli, juda qimmat turaydi. O'shadan beri sizlardan yashirincha izmirut yig'uvdim. Mana 5 stak izmirut. Ana shuncha stakni endi sotuvchiga olib borib berish kerak. Bolalarni shunchalik kutdim men. Shunchalik katta uy olaman deb kutdim-da, ana shu uyni olaman endi bugun. Hozir rasmiylashtiramiz. Qani, qaysi magazin edi bu? Uyda egasi kim edi? Katta korxona ichidimi? Qayerda bolalar? Hozir men topaman obunachilar. Qayerda? Qaysi uy sotayotgandi aksiyada? 5 stak izmirut deb. Qani. Amel ketdim men hozir qidirib topishim kerak buni. Tishingmi? Bolalar nima tishu? Bo'ldi mana ekan. Qanday zo'rmisiz aka? Mana 5 stak izmirut topib keldim. Beraymi? Assalomu alaykum. Qanday zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Aka, men shu 5 ta izmirutni beraymi, qochib ketavermang. Beravering aka. Hozir beraman men sizga. Aka, qani siz qochib ketavermang. Bunday ayolchilik qilasiz. Mayli, men shaqa qo'yib ketaman. Bo'ldi. Vochach. Bo'ldi, qo'rqitadi. Innangimgirlar. Vochachna, kutdinglar yertama hammang. Deyishim kerak edi. Sokin turaverman men. Nima bo'ldi? Deyishim kerak. Ana shu uyni sotib olaman bolalar. Hammanglar uxladi. Bismillah. Bola turdi. Xalsiramay deyish kerak menga. Izmirut olishmabdi, olishadi. Qani, rasmiylashtirdim mana. Uyda hamma remontlari bor bolalar. Sandig'ini ichiga ham narsa bor. Desam, yo'q ekan. Sandig'ini ichiga 2 qavatga bo'lishi mumkin. Aytishuvdi menga qo'shnilarim shu haqida. Mana bitta shunday blokdaylab ketgan. O'zi ham zo'rda bolalar. Divonchalari. Kompyuter 2 ta bor. Bolalar. Mana kompyuterga yana 3 ta kompyuter borda bolalar. Wow deyish kerak. Men endi uyimda o'tiraman men. Telefon ko'rib. Mana. Bolalar aytmanman sizlarga mana. Redmi 8 Pro oldim men. Bolalar mana oldim. Ana shuni endi ko'rib o'tiraman. Mana 2-qavat divan. Kim telefon qilyapti? Men shunday qo'yuvdim-da. Kim telefon qilyapti? Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kimsiz siz? Adashib tushdingiz? Adashganim yo'q. Men
Merman. Tomog'ingiz bo'ldimi, mer? Yo'q, oldimga kel. Ish bor, juda katta ish. Keraksan sen menga. Hozir boraman. Hozir. Mer yoki sovg'a qilib qo'ydi menga yoki shunday gapiryaptimi? Qani endi merni o'zi? Mer. Mer qayerdasiz? Mer. Baqiruvdim-ay. Hammani anasini buzib. Magazinchi. Nima? Merni ko'rmading? Edingni xiye. Gapirmaydi bu magazinchilik kibr borku. Ana shuni ketishga hozir ko'rsanglarda gapirsam men vashshi gapirishmaydi. Yana meriga. Assalomu alaykum, mer. Qandaysan, zo'rmisan? Uyingni olib qo'ymoqchiman. Nimaga? O'zi kechagina sotib oldim, mer. Axir sen katta xato qilibsan. Uy juda qattiq qimmat edi. Uni sotib olish uchun juda qimmat narsa qilish kerak edi. O'shaning uchun ham menda u sendan olib qo'yiladi. Mere, bunday uyda o'zi xilla oldim. Mani uyim-ku bu. Ertaga chiqib ketaver, eski uyingda yotasan endi. Mayli, o'lib ket, teshib chiqsin, aka. Mer, qarg'ama, iflos, sendan boshqalarniki ham shunday bo'lyapti. Mayli, ketdim men. Ketdim, borib olay. Obunachilar, hozir men uyimni olib qo'ydik-ku, mer, bilyat. Shunday uyqum kelyapti. Bolalar hozir mer eshitmayapti. Qaranglar, bolalar, shu obunachilar mana u sizlar bilan birga qo'shilibdi. Uyni tortib olamiz, nimadir qilib. Shunday qilib tortib olishim kerak, bolalar. Shunday qilishim kerakki, bularni o'zini tuzog'iga tushirishim kerak, bolalar. Ikkinchi qism, bu videoda ikkinchi qismi bor. Ikkinchi qismida hamma narsani ayolchilik ularni qilaman, bolalar. Ikkinchi qismni kutinglar. Obuna va like boshida aytganman, bolalar. Obunachilar, iltimos qilib so'rayman, obuna va like bosib ketinglar. Iltimos, shunday video chiqarayman ham bosmaysizlar. Obuna bosib ketinglar. Iltimos qilib so'rayman, maylimi? Obuna bosib ketinglar. Maylimi? Rahmat sizlar ko'rayotganlaring uchun. Bolalar, hozir sizlarda ana shu merdan keyin olib qo'yamiz. Bu uyni olib qo'ygandan keyin maza qilib yashashim kerakmi? Men buncha pul to'lab endi 1 yildan beri o'sha pulni yig'ib kelaman yashirin. Bolalar, obunachilar, ana shuni olamiz biz. Shunday olamiz, o'zi bilmay qoladi. Obunachilar, sizlar bilan ikkinchi qismda ko'rishamiz. Ikkinchi qismda bu hamma narsa zo'r bo'ladi. Tuzoq hamma narsa gaplashaveramiz. Birinchi sizlar bilanda, keyin gaplashib, merga tuzoq qo'yib, keyin o'sha kim bilan gaplashayotganini bilib olamiz, bolalar. Bolalar, hozircha video tugamaydi. Hozir qarab kelish kerak hamma joyga. Nima ham chunki bu uylarni hammasi juda ko'payib ketgan. Mana bu fermani yasaganimni aytmodim sizlarga. Mana zo'r yasalgan bo'lgan, shuni yaqinda yasashdi. Mana u orqasidan yasashdi. Bunisini to'g'risi bilmayman, lekin o'zim yasagan. Uy qilib yasadim. Mana orqasi ham ochilmaydigan bo'lib qoldi. Teshilib qolmaydi, o'yil deyish kerak ekanda, bolalar. Hozirda qaranglar, ana shuni bildirmasdan o'zimiz qilamiz. Ikkinchi qism kutinglar. Ikkinchi qism nechtadir kunda yoki bir haftada chiqib qolishi mumkin. Bolalar, ana shu videoda chiqarishim uchun obuna va like bosinglar, ko'p video chiqadi. Obuna va like bosinglar, juda ko'p video chiqib ketaveradi. Hozir keyin ana shunaqa qismlarni videolarni chiqarishni boshlayman. Ayolchilik ikkinchi qismda, eng qiziq qism ikkinchi qismda bo'ladi. Bolalar, hozir birinchi qism tugadi. Bolalar, obunachilar, bolalar, hamma katta kichkinalar
Sizlarga kattakon rahmat. Oxirigacha ko'rganlarim uchun mana shuncha qildim. Obuna va like bosib ketinglar. Shunday bosib ketsanglar bo'ldi. Bolalar hozir obunachilar. Sizlarga kattakon rahmat. Ikkinchi qismni kutinglar. Ikkinchi qism juda qiziq bo'ladi. Ikkinchi qismda hamma narsa bo'lib, uy sotib olish rejimining ikkinchi qismi. Xayr, obunachilar.